pandemiya sharoiti, Covid bo'yicha butun dunyoda og'ir sharoitlar yuz beryapti. Shu jumladan Yevropa mamlakatlarida ikkinchi marta mana hozir karantin e'lon qilindi. Albatta bu achinarli bir holat, ammo shunga qaramasdan hurmatli prezidentimiz ko'p marotaba aytadilarki, biz pandemiya davrida yashashga, ishlashga o'rganishimiz kerak deb ko'p marotaba aytdilar. Albatta bu Covid qachon ketadi, qachon bu mamlakatlarni tark etadi, qachon bu kasallikdan qutulamiz, yolg'iz Xudoga ayon. Shuning uchun biz mana ko'p bu yil yozi bilan yoshlarimiz uyda o'tirdilar. Hech qanaqa bir eventlar tashkil qilinmadi. Shuni hisobiga ko'pchilik yoshlarimizga bu salbiy ta'sir qildi. To'g'ri, pandemiya davri hali davom etyapti dunyoda va haqiqatda O'zbekistonda ham davom etyapti. Lekin shuni aytmoqchimanki, bu qachon tugashi hali noma'lum. Jam chuqur himoyalansak, hayotimiz bir qorong'uga aylanib ketadi, yoshlarimizni ayniqsa. Shuning uchun yoshlarimiz bugun harakatga, jiddiy bir harakatga loyiq deb o'ylayman. Kimdir harakat qilish kerak, kimdir boshlash kerak buni sekin-sekin. Albatta pandemiya sharoitini hisobga olgan holda hammamiz o'tiraversak, hammamiz bir qo'rqaversak, hammamiz bir cheklanaversak, ya'ni qancha davom etadi bu hech kim bilmaydi. Shuni inobatga olib biz Toshkentda hayotni yana jonlantirish, yoshlarni jonlantirish, yoshlarni aktiv hayotga kirgizish uchun ushbu nimaga keldik. Juda katta biz programmalar qilganmiz. Bir kuningiz bo'sh turmaydi, bir kuningiz bo'sh bo'lmaydi. Hayotni boshlash kerak. Eski hayotni sekin-sekin qayta yo'lga qo'yishimiz kerak degan qarorga keldik. Men o'ylaymanki, buni albatta to'g'ri tushunasizlar va sizlarga kelajakka umid bundan-da yuqoriroq, bundan-da quvonchliroq bo'ladi degan umiddaman. Tadbirkorlar, yosh tadbirkorlar, ularga katta shaharda obro' topgan spikerlar, biznes olami bo'yicha, boshqa psixologiya bo'yicha, boshqa bo'yicha spikerlar bo'ladi sizlarga. U hammasi bepul bo'ladi. Keyin meni qabul kunlarim tez bo'ladi yoshlar bilan. Tez muammolarini hal qilish, imkon darajasidagi to'g'ri bo'lgan muammolarni hal qilish, yo'l ko'rsatish ularga, hamda ularni ijtimoiy, siyosiy, madaniy hayotiga qanday yordamlarimiz kerak bo'lsa, oz bo'lsa ham shu oyda yoshlarga foydamiz tegib, ya'ni hokimiyat bilan yoshlarni bir-biriga bog'lovchi kuchni rivojlantirish. Ya'ni men xohlardimki, yoshlar hokimiyat bilan bir valnada, ya'ni bir diapazonda gaplashishlari, bir-birlarini tushunishlari, bir-birlarini bir oiladek harakatda bo'lishlarini chin dildan xohlagan bo'lardim. Shu yo'nalish, shuning uchun biz barcha kuchlarimizni ishga solamiz. To'g'ri, xodimlarimiz kam, imkoniyatlar chegaralangan, lekin imkon darajasidan ortig'ini qilamiz, kamini qilmaymiz. O'ylaymanki, yoshlar bilan hokimiyat yoshlar uchun eng sevgan uyga aylanishini, eng sevgan davlat idorasiga aylanishini chin dildan xohlagan bo'lardim. Buning uchun hamma imkoniyatlarimizni qo'limizdan kelgancha ochib beramiz.